Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Bugun sizlarga yanvar oyida tug'ilgan insonlar haqida qisqacha gapirib o'taman. Yanvar oyida tug'ilgan insonlar hayotda anchagina bardoshli insonlar bo'lib, ular har qanday qiyinchiliklarga sabr bilan bardosh berishadi va yengib o'tishadi. Yanvar oyida tug'ilgan insonlarni ichki dunyolari juda ham chiroyli bo'lib, ular ko'pincha orzu qilib charchamaydilar. U insonlarning ko'rinishi qanchalik jiddiy bo'lmasin, lekin ular ich-ichidan muloyim va rahmdil insonlardir. Ular hayotda ko'pincha do'stlarga sodiq inson bo'lishadi va doimo yangi do'stlar orttirishga harakat qiladilar. Yanvar oyida tug'ilgan insonlarni sindirish va xafa qilish juda oson, lekin bu insonlar qisqa fursatda oyoqqa turib, ular uchun qilingan yomonliklarni unutib yuborishadi. Yodingizda bo'lsin, yanvarliklar bir ishni boshlashsa, doimo oxirigacha kurashib, boshlagan ishlarni oxiriga yetkazib qo'yishadi. Qisqa qilib aytganda, aytgani aytgan, degani degan ma'noda. Chunki ular ruhan erkin insonlardir. Shuning bilan yanvar oyida tug'ilgan insonlar fe'l-atvori bilan sizlarni tanishtirdim. Tinglaganingiz uchun tashakkur.